Bir-birida ajoyib shved boqalar. Mana. Toza shved boqaman deyapti. Mana shunaqa tozasini olib boqing. Shved boqani ish odimiz mana gulini olib boqing mana. Gulini. Assalomu alaykum. Iqboljonovskalar hamda Chorvatskalar hurmatli obunachilar. Bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqozalari hamda chorva ishqozalari. Bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasi Sanjarbek ukamizning firmalaridan xohlasa yangi parkda 100 ga o'tib shved buqalar kelgan mana bir-biridan ajoyiblar mana yeyishlari o'ta xo'ra mana bosh ko'tarmay yeyapti mana. Bir-biridan ajoyib shved buqalar kelgan, xohlasa mana deyaptilarmi? Shvedlarda haqiqiy oq tumshuq, oq quloq, toza 100 ga shved buqalar. Mana. Ha, jonivor qani. Mana. O'pish soniga hurmatli obunachilar, bu yerda 94 ta mol bor ekan. Katta kichik tanlab olishga qarab 18 milliondan 26 milliongacha mol bor ekan. Hurmatli obunachilar, 18 milliondan 26 milliongacha. O'pish soniga 94 ta tanlab 18 milliondan 26 milliongacha mol bor. Agar hammasini 94 tani bir joyga oldim, baraka deganga 19 milliondan baraka kelgan bir joyga. Xohlasa. Mana hammasini bir joyga shunday oldim deganga 19 milliondan baraka qo'yishaverar ekan. Xolos dastlabkilar ichida eng muhim bitta mol olganga ham O'zbekiston Respublikasi bo'ylab dastlabkilar bor. Batafsil ma'lumotlar uchun ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasi. To'liq video YouTube'dagi Iqboljonov kanalida.